O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi tomonidan joriy yilning 24-26 mart kunlari viloyatimizni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati o'rganilgan edi. O'rganish natijalari qo'mita hamda xalq deputatlari viloyat kengashining qo'shma majlisida ko'rib chiqildi. Aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish hamda viloyatning yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman maqomi berilgan Qamashi va Yakkabog' tumanlarida, shuningdek, yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomi berilgan mahallalarda aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun zarur infratuzilmani yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar va bu boradagi mavjud kamchiliklar kun tartibidagi asosiy masala sifatida ko'rib chiqildi. Yig'ilishda tegishli vazirlik va idora mas'ullari, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, senatorlar, tuman hokimlari onlayn va offlayn tarzda ishtirok etdi. Dastlab qo'mita raisi o'rinbosari Qobil Tursunov so'zga chiqib, o'rganish jarayonlari bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Aytib o'tilganidek, Prezidentimizning 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman, shahar va mahallalarni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan viloyatimizdagi ikkita, ya'ni Qamashi va Yakkabog' tumanlariga yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman hamda har bir tumandagi ikkitadan jami 28 ta mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomi berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan esa viloyatimizdagi 3 ta tuman, ya'ni Dehqonobod, Nishon, Kasbi hamda 108 ta mahalla og'ir toifadagi tumanlar va mahallalar ro'yxatiga kiritildi. Yig'ilish davomida mazkur tuman va mahallalarda loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar hamda mavjud kamchiliklar ham muhokama qilindi. Avvalambor bir narsani mamnuniyat bilan aytishimiz kerak. Qashqadaryo viloyati endi o'zini salohiyati bilan, hududi bilan qolaversa, mana shu oziq-ovqat xavfsizligi asosan muhim bir rol o'ynaydigan viloyat sifatida, sanoat salohiyati yuksak viloyat sifatida hammaga ma'lum. 10-mart kuni joriy yilda muhtaram prezidentimiz mana shu Qashqadaryo viloyatini 26-yilda qilishi kerak bo'lgan ishlari bo'yicha viloyat hokimligining taqdimotini ham eshitib, mana bu bo'yicha alohida qaror ham qabul qilindi. Endi hammasini mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlashda biz deputatlar, mahalliy davlat hokimligi organlari, mahalliy kengashlar, qolaversa mana shu mas'ullar bilan birgalikda ishlashimiz kerak bo'ladi. Ruxsat bersanglar, o'rganish natijalari bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Amalga oshirilayotgan ishlarimizda avvalambor mana shu joriy yilda ham viloyat hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida katta marralar olingan. Muhtaram prezidentimizning 298-sonli qaroriga muvofiq Qamashi va Yakkabog' tumanlariga yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman maqomi berilib, ularning aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun namunali hududga aylantirish bo'yicha vazifalar olganmiz. Mana shu qarorga muvofiq Qamashi tumaniga 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun respublika byudjetidan 100 milliard so'm hamda Yakkabog' tumaniga prezidentimizning 2025-yil 1-apreldagi 132-sonli qaroriga muvofiq 70 milliard so'm qo'shimcha yana 30 milliard so'm mablag' ajratilgan. Buni bilasizlar malaringiz. Endi mana shu bugungi kunda viloyatda shu qarorning ijrosini ta'minlash yuzasidan bir qancha muayyan ishlar boshlab yuborilgan. Agar misol tariqasida oladigan bo'lsak, yondashuv asosida viloyatda 46 ta mahalla yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomini berish hamda ularga shahar muhit va yashash sharoitlarini olib kirish maqsadida tanlab olib ro'yxat tasdiqlangan. Qarorga asosan mana shu maqom berilgan har bir mahallani rivojlantirish uchun respublika byudjetidan 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi ham rejalashtirib berilgan. Viloyatda har bir yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va mahallani kompleks rivojlantirish bo'yicha taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturlari doirasida 140 milliard so'mlik 51 ta loyiha shakllantirilgan. Joriy yil 26-fevral kuni islohotlar shtabi rahbari bilan kelishilgan holda tasdiqlangan. Endi unga muvofiq mana shu yo'l infratuzilmasini yaxshilashga 46 milliard so'm, elektr ta'minoti uchun 20 milliard so'm, ichimlik va oqova suv ta'minoti uchun 5 milliard so'm, sug'orish tizimi uchun 17 milliarddan ortiqroq mablag'lar, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun 33,6 milliard so'm hamda 22 ta ijtimoiy soha obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlari uchun 16,5 milliard so'm mablag'lar
ajratishi qaror bilan belgilanib berilgan. Ana shu vazifalarni amalga oshirish natijasida 421 ta tadbirkorlik subyekti va 790 ta yangi ish o'rinlarini tashkil etilishi, 11 ta lot auksion va 1044 ta lot kes savdo platformalari orqali auksionga chiqarish hamda byudjetga qo'shimcha 8 milliard so'mdan ortiq mablag'lar tushishi maqsad qilib olingan. Endi amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilingan dasturlar avvalambor mana shu iqtisodiyotni jadal rivojlantirishga, ayniqsa ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirishga, pirovardida yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash va aholini farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Endi mana shu o'rganishlar natijasi bo'yicha qilingan ishlar ko'pligini yana bir marta ko'rdik, lekin o'z yechimini kutib turgan ayrim masalalarga ham e'tiborlaringizni qaratmoqchiman, hurmatli deputatlar. Avvalambor biz xalq ishonchi bilan saylangan o'sha hududdagi vakil hisoblanamiz. Qolaversa, hududda Qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlarimiz faoliyat yurityapti. Mana shu ishlarni birgalikda menimcha kamchiliklarni yechsak, o'sha ko'zlangan maqsadlarga o'z vaqtida yetishga imkoniyatimiz oshgan bo'ladi. Shuningdek, amalga oshirilgan ishlar yuzasidan viloyat hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Alisher Qodirov ham so'zga chiqib, viloyatni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar natijasi to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. Ta'kidlanganidek, o'tgan 2025-yilda viloyat iqtisodiyoti 8.2% ga o'sdi. Viloyatimiz iqtisodiyotiga 1.2 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirildi yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 471 million dollar ko'p investitsiya kirib keldi. 2.2 milliard dollarlik 618 ta yangi loyiha ishga tushirildi. 578 ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi va soliq bazasida o'z isbotini topdi. Bugungi kunda respublikamizda xususan mana viloyatimiz uchun ham juda ko'p manfaatli qarorlar muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilib berilyapti. 298 sonli qarorlari, 49 sonli qarorlari, qolaversa mana Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan 96 sonli qarorlari, bu hammasi mana shu viloyatni iqtisodini bir yuksaltirishga, hududda aholi va tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoit yaratish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan va bu shu viloyat uchun manfaatli tarzda xizmat qilyapti. Endi birgina mana shu hurmatli prezidentimizning ikkita qarorlari bo'yicha 864 milliard so'm tirik pul berilyapti. 864 milliard so'm tirik pul. Buni ham o'sha 736 milliard so'mini respublika byudjetidan ajratib beriladi. Qolgani viloyatdan mana deputatlarimiz ham tasdiqlab berdi. Bu viloyatning o'sha erkin qoldiq mablag'lari hisobidan shakllantirildi va bu bo'yicha hozir deputatlarimizning ishtirokida ko'rib chiqildi va tasdiqlab olindi. Endi hozir mana buyurtmachilar aniq bo'ldi, buyurtmachilarga berildi, hozir loyiha ishlari boshlandi. Lekin hozir o'z ta'kidlaganingizda ikkita qaror bo'yicha, demak 5 ta hududimizda ishlar boshlandi. Bu ikkita tumanimiz, bu Yakkabog', Qamash tumanlarimiz yangi O'zbekiston qiyofasini berish bo'yicha ishlar boshlangan bo'lsa, yana 3 ta hududimiz og'ir rivojlanishi pastroq bo'lgan hudud sifatida 3 ta hududimiz tanlab olindi. Bu Dehqonobod, Nishon va Kasb tumanlarimiz. Ular bo'yicha ham demak hozir ishlarimiz boshlandi. Endi yuqorida ta'kidlaganingizdek juda ko'p kamchiliklar qayd qilindi. Bu birinchisi master planlar bo'yicha hozir ta'kidlandi. Haqiqatan ham master plan bilan ishlash bu yangilik. Buni ham hurmatli prezidentimiz o'rgatib mana shu yo'nalish bo'yicha ishlash kerakligini ta'kidlab berdilar. Qarorda ham bu narsalar o'tgan. Biz bu 28 ta mahallamiz, ya'niki o'sha ikkita shahardan tashqari 14 ta hududimizdan ikkitadan mahallalarni tanlab olib, mana shu 28 ta mahalla bo'yicha master plan asosida ma'lum bir qilinishi lozim bo'lgan ishlarni rejalashtirish bo'yicha topshiriq berilgan. Shuning uchun bu bo'yicha ishlarimiz boshlandi. Loyihachilarimiz aniqlandi. Mana joylarda o'sha tuman hokimliklari, viloyatning mas'ullari bilan birgalikda o'sha hududni rivojlantirish uchun o'z qaysi nuqtasiga biz e'tibor berishimiz kerak. Nimani rivojlantirishimiz kerak? Bu keyingi 5 yil, 10 yilda qanday xizmat qiladi? Bu bir kunlik haligi loyiha bo'lib qolmaydimi degan maqsadda chuqurroq aholini o'sha demografiyasidan tortib, o'sha hududni deylik rivojlantirishga turtki beradigan obyektlargacha e'tibor berildi. Va shuni hisobidan hozir bugungi kunda 8 tasi tayyor bo'ldi. 20 tasi master rejalarimiz hozir jarayonda. Undan ham hozir yana 16 tasi bo'yicha
Biz mana 28-mart kuni biz tasdiqlab oldik. Qolgan 4 ta tumanimizda hozir jarayon ketyapti. Uni ham aprelning 10-sanasigacha loyihachilarimiz bilan birgalikda G'uzor, Kasbi, Yakkabog', Sharsabz tumanlarida master planlarimiz tayyor bo'ladi. Master plan asosida keyin o'sha qurilish ishlarini boshlaymiz. Yig'ilishda onlayn tarzda ishtirok etayotgan Qamashi va Yakkabog' tumanlari hokimlarining hisobotlari tinglandi. Jarayonlarda mavjud kamchiliklar taklif sifatida o'rtaga tashlandi. Ta'kidlanganidek, 2025-yilda viloyatda ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sishi kuzatilgan. Aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish borasida muayyan natijalarga erishilgan. Xususan, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish dasturining ijrosi doirasida 578 ming kishining bandligi ta'minlangan. 29,6 ming nafar ishsiz aholi kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitilgan. Yil boshidan ishsizlik darajasi 5,9% dan 4,9% gacha, kambag'allik darajasi esa 9,6% dan 6,5% gacha kamaygan. Bugun mamlakatimizning barcha hududlarida aholi turmush farovonligini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga juda ham katta e'tibor berilyapti. Bu borada belgilangan vazifalar ijrosi ustidan parlament nazorati ham olib borilyapti. Bu parlament nazorati joylarda saylovchilar bilan muloqot qilish va yig'ilib qolgan muammolarni joyida hal qilish imkonini ham beryapti. Bu sohada Oliy Majlis Senatining mahalliy kengashlar bilan hamkorligi juda katta bo'lyapti. Ushbu qo'shma yig'ilishda Qashqadaryo viloyatida aholi turmush darajasini oshirish, tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlash, umuman hududni namunali hududga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan masalalar ko'rib chiqildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'tgan yil viloyatimiz uchun nihoyatda samarali yil bo'ldi. Buni biz quyidagi raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 2025-yilda viloyat iqtisodiyoti 6,8% o'sdi. Bu ham demak juda katta raqam. Jumladan o'tgan yilda viloyatimiz iqtisodiyotida 1,2 milliard dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirildi. Bu ham demak juda katta raqam bo'lib, natijada 2002 milliard dollarlik 618 ta loyiha amalga oshirildi. Va birgina mana shu loyihalarning amalga oshishi natijasida 18 ming kishi ish bilan ta'minlandi. Yoki umuman 578 ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Bu aholimizning farovonligiga juda ham katta hissa qo'shdi. Yil boshidan ishsizlik darajasi masalan 5,9% dan 4,9% gacha pasaydi. Yoki kambag'allik darajasi 9,6% dan 6,5% gacha kamaydi. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, viloyatdagi 60 ta mahalla kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirildi. Joriy yilda ham viloyatning rejalari juda ham katta. Demak, 2026-yilda demak kambag'allik darajasi 3% gacha pasayadi. Yoki umumiy qilib aytganda 9 ta tuman ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Shuningdek, 108 ta mahalla og'ir toifadagi mahallalar ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu dasturlar doirasida jami 864 milliard so'mlik qurilish ishlari amalga oshiriladi. Demak, ko'ryapmizki, mana shunday katta mablag' albatta aholining farovonligiga, uning turmush tarzining yaxshilanishiga juda katta sabab bo'ladi. Bu sohada esa albatta parlament nazoratini ahamiyati nihoyatda katta. Demak, Senat qo'mitalari bilan xalq deputatlari, viloyat kengashining hamkorligi bu yo'lda masalalarni, muammolarni o'z vaqtida, joyida yechish imkonini beradi. Muhokamalar jarayonida yo'l qo'yilgan kamchilik va muammolarga hamda ishga solinmagan imkoniyatlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xususan, ayrim loyihalarning o'z vaqtida amalga oshirilmayotgani, mahalla markazi uchun master rejalarni ishlab chiqish ishlari ortda qolayotgani hamda infratuzilma bilan bog'liq dolzarb masalalar to'liq hal etilmagani ko'rsatib o'tildi. Hududda mavjud kamchiliklar bo'yicha Qamashi va Yakkabog' tumanlari hokimlarining takliflari eshitildi. Vazirlik va tashkilot mutasaddilariga tegishliligi bo'yicha topshiriqlar berildi. Senator
kadrlar belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va aholi uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish yuzasidan o'z tavsiyalarini bildirdilar. Majlis yakunida tegishli qo'shma qaror qabul qilindi. Albatta, yig'ilish davomida ko'rib o'tilgan masalalar, qabul qilingan qarorlar viloyatimizning har jihatdan yanada taraqqiy etishi, aholi farovonligi hamda hududlar infratuzilmasi yaxshilanishi uchun xizmat qiladi.